Menga qara. Ha, Boqimizsan, nimasan, bu xonadan chiqqaningdan keyin dadamga keyinroq uchrasha qolaylik demaysan. nima bo'lyapti? Sen kimsan? O'lik yuvadigan odam. Muxlislar orasida katta shov-shuvga sabab bo'lgan noodatiy turk seriali G'assol endilikda TV.com'da. G'assollar uchun jonsiz jasadni yuvish o'rtacha 30-40 daqiqa davom etadi. Bu paytda xonada faqat suv shovqini va sukut bo'ladi. Ammo aynan shu joyda eng ko'p g'alati holatlar kuzatiladi. Ba'zan sovuq shamol esadi, ba'zan eshiklar o'z-o'zidan yopiladi, ba'zan esa go'yoki kimningdir nigohi borligi tuyuladi. Mana shunday muhitda yashaydigan inson boqi. U yillar davomida o'liklarni yuvadi. U o'limga ko'nikib ketgan, hayotdan esa butunlay uzoqlashgan. Ammo bir kuni xayolidan o'tadi. Agar men bugun o'lsam, meni kim yuvadi? Shu oddiy savol uning butun hayotini ag'dar-to'ntar qiladi. Qo'rquv, achchiq hamda kulgili vaziyatlar va hayotga qaytish yo'li boshlanadi. G'assol o'lim orqali hayotni qayta kashf etish haqida noodatiy turk seriali